Minecraft, lekin mening darajam oshgan sari jonim ham ko'payib boraveradi va bizlar bu to'plagan jonlarimiz bilan Ender Dragon'ni o'ldira olamizmi? Albatta, video qiziq bo'lsa oxirigacha ko'ringlar. Juda ham qiziq video bo'lgan. Men maslahat beraman. Va bizlar Ender Dragon'ni o'ldirish uchun birinchi maqsadimiz albatta bu daraxt chopish. Va daraxt ham oddiy chopilmaydi. Biz birinchi o'rtasidan chopishimiz kerak. Xo'p, chop. Davay. Voy, suvga tushib ketib qoldi, mayli. Qani olib ko'raylik-chi. Oho, qani chiq. Bu kerak emas endi. Davay, ketdi yana endi. Addushi daraxt chopamiz. Undan so'ng asta-sekin darajalarni ko'tarib, jonlarni ko'paytirib, endi dragonni o'ldirishga harakat qilamiz. Ko'rib turibsizlar, menda yarimta jon bor. Bu bilan hattoki itni ham o'ldirsa bo'lmaydi. It ham meni bitta tishlab o'ldirib qo'ysa kerak. Bir daraxtlarni maydalab olamiz va verstak yasaymiz. Undan esa cho'p olamiz. Mana cho'p olamiz. Va undan esa kirka yasaymiz. Kirka orqali esa biza mine qilamiz. Ya'ni konga tushishga harakat qilamiz. Undan oldin esa mana bu ikkita ho'kizni o'ldirishimiz kerak. Hop, klaviaturam ishlamay qoldimi nima bo'la bu? Bu yoqqa ke. Namuncha bularni joni pishig'i. Salimni jonni kamaytirib qo'ysa meni Minecraft. Mojanga telefon qilaman shekilli. Namuncha bu darajani past beryapti. Sal ko'paytir darajani. Daraxt orasiga kirib qol balki. Damashet urib o'ldiraman seni, maki. Davay. Namuncha. Daraxtni moldan daraxt tushdimi nima bo'la? Mana sizlarga konu, mana kon. Qayerga olibda sakrayman? 1 2 3. Voy, lekin ayshim ozgina qolgan edi. Edit qiladigan joy bo'ldi, lekin edit qilishni bilmayman. Versak nima bo'ladi? Birinchi toshga oladi. Davay. Mashatikka ala bo'lsa bo'ldi. Endi versakni qo'yamiz. Tosh kirka yasaymiz. Pikkahe deydi ekan buni inglizlar. Короче, mayda metallar nima edi buni? Alyuminiyni olamiz. Va nimadir narsa otdi. Voy, o'lib qoldim. Voy, endi nima qilaman endi? Voy. Keep inventory deyotgan edim. Tillarim ham nima bo'lib ketyapti? Nima balo g'alati bo'lib ketyapti. Davay. Nima o'lgan joy? O'yladim. Ayerda alyuminiy bilan temir bor ekan. Davay, olib tushamiz. Davay. Skelet yo'q bo'lsa tezroq olish kerak. Skelet akamiz mazgina qo'qadi. Davay, tezlash kerak. Tayda yana bitta bor ekanmi? Tosh qo'yib qo'ysamchi. Ben tepaga chiqish kerak. Davay. Tosh. Qanaqa tosh? Tepaga chiqamiz. Aytgan toshim bitta qolgan edi-ya. Endi shu tepaga chiqish kerak. Wake up. Men ham bo'yka bo'lib beraymi? Bo'yka bo'lib. Davay. Joning ketishiga asqan oldi-ya. Sakrab daraxt chopamiz. Qaysi zamonda ko'rgansizlar daraxtni temirda chopganini? Men shu zamonda ko'rasizlar, Minecraftchilar faqat bu ishni qiladi. Boshqa odam qilmaydi bu ishni. Faqat Minecraftchilar qiladi. Minecraft. Hop, addushi cho'paylarni olamiz. Va men bu narsani sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi, jigarlar. Men qaranglar kattaligini olib, men sizlarga drift qo'yaman. Men oyoqdan chiqib qoldim. Ayoq bu tulkimi?
Mayli onasini menimcha. Voy tiqilib qoldim. Voy. Chiqsangchi. Hozir men sizlarga от души drift qilaman. Narsalar kreativni olganim yo'q. Просто так haligi survival qildim, sizlargacha kamroq qildim. Videoda kesib tashladim. 17 jonim bo'ldi. Вообще kayf bo'ldi, ishonavringlar. Maza qilib o'ynadim, lekin sizlarga buni ko'rsatolmadim. Uzr, video cho'zilib ketib qolardi. Ana shuning uchun sal kamroq bo'ldi. Hayır tulkicha. Men seni hech qachon unutmayman. Sen ham meni unutmaysan degan umiddaman. Hozir men sizlarga bitta narsa qilaman. Hozir jimoat kal bo'laylik. Mana qaranglar. Shuni settingizga ezamiz. Настройка kiramiz. Undan so'ng pastroqqa tushamiz. Yanada pastroq. Keyin show days bilan koordinatani yoqib qo'yamiz. Yanada pastroqqa tushamiz. Tushaveramiz. Keyin cheat yoqqanligini bilamiz. Keyin chiqamiz. Keyin shuni chatga yozamiz. Qani bitta tayoqcha. Yana klaviaturam ishlamay qoldi. Nima bu? Nima bo'lyapti? Hayron olsam telefonim ham qizib ketgan lekin bor-ku. Hop, endi shuni hamma o'chirib, Bluetooth'larni o'chirib qo'yamiz. Keyin hozir yana yozishni boshlaymiz. Hozir 1 minut. Joy tashlaymiz kuchukcha A. Yana bitta joy tashlab turib, koal minus shift blok. Blok deymiz. Mana paydo bo'ladi hozir qarab turing. Ana. Ko'mircha paydo bo'ldi. Uni biz maydalaymiz va biza nima yasaymiz? Nami kurgol. Nima deydi? Shamcha. Keyin yana 4 ta olamiz. Yana qo'yganiga ham yasaymiz. 32 ta bo'ladi. Biz buni bo'yicha qo'yamiz. Va buni bo'yicha qo'yib mine'da boshlaymiz. Ya'ni kon qaziymiz, kon va tosh, boshqa narsalar. Oho, bu yerda ham addushi narsalar ko'payib ketgan ekan. Buni qum. Kimga qum kerak? Kerak bo'lsa sotaman. Kilosini yeysan. Biz kilolab sotamiz. Hech qachon donalab yoki zilda yoki boshqa narsalar sotmaymiz. Doim kilolab sotamiz. Toshni olamiz. Bu yerdagini ham kavlab olishimiz kerak. Tepadagilarni ham va bu yerdagini ham. Keyin bu asta sekinlik bilan yonboshlarni chopishni boshlaymiz. Xuddi sizlar do'stlaringlar chopganingizni biz ham chopamiz. Dushi harakat qilishimiz kerak bizda. Dushi harakat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Harakat mendan harakatda barakat deyman, adashib ketdim bolalar. Sizlar bilan Steve tog'a bo'ldi.